Mebeldan foyda qilmasa hech kim ish qilmaydi. Bitta qaranglar. Полностью 0 dan 100 gacha tushuntirib o'taman narxlari bilan. Oshirmoshi ruchka rolilar bilan. Ungacha bitta katalogdagi mana dizayn siz bergan holati o'xshaganmi, o'xshamaganmi kommentariyada yozib ketasizlar. Ko'rinishidan boshlasam, krashinli MDF ga bo'lgan или gench, toza turetskiy kraska sepilgan. Ruchkasi $17 atrofida. Buni 10 ming so'm, 15 ming so'mlari ham bor, kichkina prostoy. Oshirmoshilari oddiy emas, mana dakansa keng ochiladi. Yaqinroq mana oshirmoshini o'zidan tushuntirib aytaman. Oshirmoshlarimiz $5 atrofida yechiladi. Mebelni keyinchalik jildirsa ham, toshbekchilikda ko'p jildiriladi. O'rnalari teshilib, jildirgan paytda tushib qolmaydi. Bemalol necha ming marta olsa ham yaraveradi. Prostoy emas. Prostoylari 5-10 ming so'mlik, ularga solishtirmayman. Bu $5 atrofida. Roliga keladigan bo'lsak, mana kush sekretni ko'rinmaydi. Taglar laminat, DP emas. Juda ham udobli, vakuumlilari ham bor. Buni ham yana yaqinroqdan tushuntirib o'taman. $15 atrofida. Buni ham 10 ming so'm, 15 ming so'mlari ham bor. Bu unaqa emas, chunki bir marta qildirib jildiradigan mebel qilmayapti. Xudo xolisa yaxshi sifatlislar bo'ladi, ham yo'q. Tepalari ham mana push variantda bo'lgan ochilishlari. Kimga shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda har bir qilinayotgan ishlarimiz ko'p. Bungacha sizlar bitta like bosib qo'yasizlar. Biz hammasini chiroyli qilib tushuntirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Telegram, Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.